Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu ve teala'ya be'adad maqtovlar hamdu sanolar bo'lsin. Rasul-i Akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellem'e salavat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum ve rahmatullohi ve barakatuhu. Bugungi jamoat qayta turgan masalamiz haromdan chekdanu, ehtiyot bo'lishlik, harom narsalardan saqlanishlik, inson o'zini haromdan to'sishlik, xosatan harom mol mulkdan va birovlarning haqlaridan ehtiyot bo'lishlik haqidagi masala. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, qiyomatga yaqin ya'ti alan-nasi zamanun va qad ata, insonlarga shunday bir vaqtlar keladiki, insonlar ahalalun am haramun, haloldanmidi, haromdanmidi e'tibor bermasdan yeydigan zamonlar keladi, balkim keldi deb payg'ambar